Yaxshi. Oilamizda erkak kishi yo'q. Qiynalib ketdik. Xudo xohlasa shifo topib ketasiz, mana Xudo xohlasa. vatandoshlarni qarab turmaydi. Yaxshi bo'lib ketsa, onam xizmatini qilib, yonida yursam bo'ldi. Men uylanganimda $100 paxtaga pul berganman. Ko'chani olib borib berdim indamasdan. Bermayman, men o'zimga pulim oldim, sizlarniki emas dedi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz bizni saxovatpeshalar. Bu galgi payshanbalik ehsonimizni biz Andijondan olib chiqishimiz kerak edi. Lekin favqulodda singillarimizning sog'lig'ida muammo paydo bo'lib, hozirda ular Toshkentda Yunusobod 5-больницada. Ular o'zi asli Andijon viloyati Baliqchi tumani Oltimoyli ko'chasi 41-uyda istiqomat qiluvchi oila. Xonazmixon opamiz 61 yoshdalar. 14 yildan o'tib ketdi, turmush o'rtog'i vafot etganiga. Turmush o'rtog'i ham